Talaba bo'lib kafeda bir kun ishlab qancha pul topish mumkin? Bugun shuni sinab ko'ramiz. Buning uchun yoshlar markazida joylashgan Foodab kafesida bir kun ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. Bu yerda ish boshlashdan oldin bu yerdagi jarayon va taomlar qanday tayyorlanishini o'rganib oldim. Chunki oldin bu sohada ishlab ko'rmaganman. Eng birinchi bo'lib men ishni taomlarni o'rganishdan boshladim. Bu yerda hot dog, lavash, shaurma, somsa va talabalar uchun ideal taom bo'lgan issiq pirojkalar bor ekan. Taomlar tayyorlanishini o'rganib olgach, men ham sekin-asta o'zim tayyorlashni boshladim. Yonlariga. To'g'risi vashim qiyin ekan. Men oldin qilib ko'rmaganman, bor yeyishni bilan, lekin qilishni bilmaganman. Bu aka o'rganib qolibdi. Lekin nimadir hidi keladi. Yo'q, qara, zo'r. Shunday qilib, qisqa qilib aytganda, kun davomida somsa tayyorladim, mijozlarga xizmat ko'rsatdim, buyurtmalarni qabul qildim va ish qizg'in ketayotgan jarayonda yetkazib berish uchun buyurtma tushdi, uni ham egasiga ajoyib qilib tayyorlab yubordim. Shunday qilib ish kunimiz o'z nihoyasiga yetdi va men yarim kun ishlab 100 ming so'm ishlab topdim. Aytgancha bunday videolar davomiy bo'lishi uchun like va obuna bo'lishni unutmang.